Shantuy brendining O'zbekistondagi rasmiy dilleri Space Texnika Tashkent kompaniyasining birinchi mijozi bilan hosilani tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum Dirshid aka. Space Texnika Tashkent kompaniyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Dirshid aka, bundan 5 yil oldin 2020-yil bizdan frontali pogruzchik xarid qilgandingiz, to'g'rimi? To'g'ri, ikkita olganmiz. Oradan ham 5 yil vaqt o'tibdi. Bizning birinchi mijozimiz, ya'ni birinchi klientimiz sizsiz. Shunaqa. Hozirga kelib, mana shu frontali pogruzchik uchun asosiy savollardan bittasi, ehtiyot qismlariga qancha xarajat qildingiz? Biz 2020-yil firmamizga ikkita Shantuy SL30 modeldan olganmiz. 2 yil garantiyalari bilan olgandik. 2 yil garantiya mobaynida hech qayerda buzilmadi. Undan keyin ham buzilmadi. Даже akkumulyatorlari ham 4 yil deganda hali akkumulyator ham radnoy turibdi. O'zini radnoylari turibdi. Ekonomishligi uchun, misol uchun mashina nadejniligi uchun shu tanladik Space Texnika Toshkentdan. Shunda 2020-yildan beri texnikaga hech qanday xarajat qilganingiz yo'q. Yo'q, faqat hamma narsasi radnoy turibdi. Moyini, filtrlarni vaqtida almashtirib turib, даже motor hech qayerdan ochmadik, radnoy turibdi hammasi. Sizga rasmlari bor, ishlab turgan joylarini tashab beramiz. Texnikaga shu paytgacha ehtiyot qismlariga xarajat qilmaslik uchun nimalarga ahamiyat berish kerak ko'proq? Texnika ishlatishda. Biz endi asosan Space Texnika bilan shug'ullanamiz. Ishimiz shu katta korxonalarda qurilishlarda yordamchilik sifatida ishlaymiz. Asosan filtr bilan moyini vaqtida, filtrlarni vaqtida alishtirib tursa, texnika umri uzoq bo'ladi, ko'proq ishlaydi. Shunda hammasini o'z vaqtida, moy filtrlarini, salon filtrlarini o'z vaqtida alishtirib tursa, shunda texnika uzoq muddat ishlab beradi, to'g'rimi? Albatta. Bunda menimcha katta rol o'ynaydigan narsa texnikani moy almashtirishdan, filtr almashtirishdan ham oldin voditelda deb o'ylayman. U естественно shopirga ham bog'liq, lekin biz hamma texnik ko'rikni boshida turib o'zimiz qildirib turamiz. Tim bo'li bunda Shantuy yapon kачествоsi bor. Texnikalar baquvvat qilib ishlangan, uncha-munchaga buzilmaydi bu texnikalar. 4 yil ichida hali bir marta shlang alishtirmadik, даже shlang gidrolisk shlanglargacha alishtirmadik. Hammasi radnoy turibdi. Dirshid aka, qarang-da, Space Texnika bilan shug'ullanamiz deb yuqorida aytib o'tdingiz. Space Texnika bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, Space Texnika, ya'ni mana shu pogruzchik yoki ekskavator, buldozer, umuman texnika tanlash paytida, misol texnika xarid qilayotgan paytda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Biz asosan pogruzchik olayotganimizda buni rama qismiga e'tibor berdik. 10,5 tonna og'irligida, u qalin metallardan ishlangan. Ikkinchisida siz ahamiyat berishingiz mumkin, korobkani qarang, ramani ichida joylashgan. U mashinistga qulaylik beradi, ertaga tog'da qurilishlarda, karyerlarda ishlaganda korobka urib sinib qolmasligi uchun ichkarida joylashgan. E'tibor bersangiz bo'ladi. Tez buzilmasligi uchun ichkari qismda joylashgan, to'g'rimi? Bunda plavoshiy mostda, orqa mostlari ham plavoshiy yurishadi. Bizni bolalar maksimalni ishlatishda, qurilishlarda beton zavodda ishladi. 6 oycha beton zavodda ishladi, 24 soat rejimda kuniga 40 litr solarka sarf qildi. U degani 24 soat ichida 40 litr u maksimalni ekonomishligida. Kuniga 40 litr solarka xarajat qildi, to'g'rimi? 40 litrdan quydik. Bizda GPS bor. Korxonamiz haligi qilishgan, hammasi mashinalarimizga GPS qo'yilgan, qayerda texnika nima turgan, qayerda solarka qo'ygan, qayerda hammasi rasxodlarni ko'rsatib turadi. 40 litrgacha ekonom qildik. Bir sutkaga 24 soatda beton zavodda bir sutkaga frontali pogruzchik, ya'ni 1.8 kubali yuklagich uchun juda ham bu sensatsiya holatda beshetir xarajat. Agar mana shu sizdagi xarajatlarni ro'yxatimi, rasm videosi agar sizda bo'ladigan bo'lsa, bizga tashlab bersangiz, mana shuni imida Shantuy pogruzchikini, misol Space Texnika Toshkent kompaniyasiga tashrif buyurgan mijozlarimiz uchun fakt sifatida ko'rsatib berardik. Bizda GPS-liklar bannalari bor, tashlab beramiz, bir ko'ringlar. Aytmoqchi bo'lganim, mana haqiqatdan frontali pogruzchik bor, 1.8 kubli. Ko'ringlar, haqiqatdan mana Dirshid aka o'zlari keldilar, ularda 5 litr xarajat qilyapti. Sizlarga maslahat qilamiz, biz ham tavsiya bera olamiz endi siz orqali. Nimaga siz endi baribir siz, bizning birinchi mijozimizsiz. Siz endi 5 yildan beri o'sha sizda sinovdan o'tib bo'lgan bu texnika. Bu texnika haqida bizda juda ham yaxshi taassurot qoldirdi.
Yana olmoqchi bo'lsak, Space Texnica Toshkentdan olamiz, xudo xolasa. Niyat bor. Yangi O'zi texnikalar olish. 2020-yilda Space Technica kompaniyasini tanlashingizga nima turtki bo'lgan, nima sabab bo'lgan? Yoki kimdir Shantuy brendi zo'r, shundan olgan sizga maqtaganmi? 20-yil yangi ochilganda biz kelib ko'rdik. Asosan boya aytganimdek korobkalarga tanlay qildik, e'tibor berdik. Bizga mashinaning og'irligi ham yoqdi. 10,5 tonna edi og'irligi. Materiallari prushniyligini ko'rib, motor ham duts ekan. Biz ko'nglimizdagi narsalar to'g'ri kelgani uchun. Necha ay duts, to'g'rimi? Necha ay duts turibdi motori. Ekonomik motor. Shularni hisobga olib Space Technica Toshkentni tanladik-da, shu yerdan ikkita pogrushchik oldik. Ikkita pogrushchik xarid qilganingizda sizga nisbatan qanaqa qulayliklar bo'ldi Space Technica Toshkent kompaniyasidan? 2 yil mobaynida bizga tekin obslužение qilib berishdi. Даже moylargacha borib alishtirib berishdi xodimlar. Servis borib hamma sharoitlarni qilib berishdi. Bizga qulayliklari juda ham ma'qul keldi. Shunda bepul servis sizga ko'rsatishdi, to'g'rimi? Ha, bepul, обязательно. 2 yil davomida. Даже oxirgi 10 kun qolganda ham borib ko'rib berishdi-da, bizni ishlab turgan joyimizda borib ko'rib, moylarini vaqtida alishtirib, hammasini ko'rsatmalar berib kelishdi. Space Technica'da dvigatel обороты qanchalik rol o'ynaydi? Adashmasam Shantuyda biz motorini hajmini haligisini оборот hisoblaganimizda bunda 1800 yoki 2000 edi, по-моему. U degani toplimani ekonom qiladi. Misol uchun оборот kichkina оборотda ishlaydi-da, ekonom bo'ladi. Misol uchun mana oddiy misol, libo mashinani gazini ko'proq bersiz, benzinni ko'paydi, o'shandayda bu ham texnika. Shunda siz qolgan texnikalarga qaraganda dvigatel обороты nisbatan pastroq. Shuni hisobiga salarga ichi ham kamroq bo'ladi, to'g'rimi? Dilshod aka, endi shu texnikamizni bitta o'zingiz tekshirib, qanaqa holatda bitta ko'rib bersangiz. Bo'ldi. Endi birinchi mijozimiz siz. Bu hozirgi bu yangi modifikatsiya. Sotuvdagi pogrushchilarimiz. Yangi modifikatsiya ekan.